Kim kompyuterxonaga borgan? Zo'r. Hamma borgan, ha? Hozir bu oddiy holat, lekin bolalikni eslasangiz, men boy bolalarni emas, oddiy odamlarni aytaman, eslicho. Biz pulimiz yo'q bo'lsa ham kompyuterxonaga borardik, lekin o'ynash uchun emas. Kattalarni o'yinini tomosha qilish uchun. Har qanday kompyuter oldida ikkita stul bo'lardi. Biri o'ynayotgan odam uchun, ikkinchi esa seniki. Qarab turasan. Va birdan o'sha o'ynayotgan odam aytardi: "Men tualetga borib kelay, o'ynab turasanmi?" Bu sening hayotindagi eng baxtli lahza edi. Hozir ko'pchilik aytadi-da, "Sen yoshsan-ku, uyingda kompyuter bo'lmaganmi?" Men esa daftarni shunday ochib, notebook deb tasavvur qilardim.